Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi hay'ati Turkiya Ichki ishlar ministrligi Sulaymon Soylu'ni ishxonasida ziyorat qildi. Hay'at yaqinda Sharq Turkistonda tekshirish uchun boradigan Turkiya ummigiga yetkazish uchun tayyorlangan taklifini Sulaymon Soylu'ga yetkazdi. Ko'rishdi yana hay'at ministri Soylu bilan yaqinda Xitoyga qaytarib etilganligi haqida xabarlar tarqalgan Zinnatgul Tursun voqeasining aniqlanishi va Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlari qatorliq nurg'un temalarda fikr almashtirdi. Sharq Turkistondagi zulm va hayotiy bexatarligidan ansirab qaytib ketishini xohlamaydigan bir Uyg'ur Xitoyga qaytarilish uchun qator aerodromida tutib turilmoqda. Sharq Turkistonning Xotan viloyatidan bo'lgan Abdulhakim Yusuf Pokistonda yashayotgan bo'lib, Pokiston soqchilarining besimiga uchragandan keyin 31-iyul Qatarga kelgan. Qatar soqchilari uni tutib olgan va qaytarib etish markaziga topshirib bergan. Hali ham Qatar aerodromida turayotgan Abdulhakim Yusuf yordam talab qilmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump 1-sentyabrdan e'tiboran Xitoydan import qilingan 300 milliard dollar qimmatidagi tovarga 10%lik tambojni beji o'stiradiganligi va bu qo'shimcha bojni 25% ga chiqishi mumkinligini aytdi va Xitoy bilan bir savdo kelishimi imzolanguncha Xitoyni bojga bo'g'adiganligini bildirdi. Trump Amerika hay'atining Xitoydan qaytib kelganligi va Xitoy bilan bir savdo kelishimi hosil qilishda 3 oy burungacha umidlik ekanligini ta'kidlab, afsuski Xitoy kelishim tuzishdan burun muzokaralarni yangidan boshlashni talab qildi. Xitoy Amerikadan yezigilik mahsulotlarini sotib olish va'dasini bergan edi, lekin unda qilmadi dedi. Saudiya Arabiston bilan Xitoyning hamkorligi kun sayin kuchaymoqda. Xitoy bilan savdo kelishimi tuzgan davlatlar ichida ish sur'ati eng tez bo'lgan davlatlardan birining Saudiya Arabiston ekanligi bildirildi. Ikki davlat orasidagi savdo qimmatining 61 milliard dollarga yetib, 30% oshganligi, hozirgacha 200 dan ortiq Xitoy shirkatining Saudiya Arabistonga o'rnashganligi bildirildi. Amerika Mudofaa Ministrligi Amerikaning o'rta masofalik yadro qurollari kelishimidan rasmiy chekinib chiqqandan keyin yangi boshqariladigan bomba sinab qilish uchun tayyorlikka kirishganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Amerika taratqullari 5 burjaklik binoning bir qancha hafta ichida yerdan qo'yib beriladigan boshqariladigan bomba siniga ib bordiganligini va noyabrda o'rta manzillik ballistik boshqariladigan bomba sinab qilishni planlaganligini ilgari surdi. Mutaxassislar Amerika va Rossiyaning 32 yil davomlashgan bu kelishimdan chekinib chiqishini yangi bir qurol raqobatining boshlanishi deb qaramoqda. Bu ikki davlat bo'lsa bir-birini kelishim shartlariga rioya qilmaslik bilan ayblamoqda. Gerlandada iyul oyida havo temperaturasining o'rlishi sababli 197 milliard tonna muz eridi. CNN'ning xabar qilishicha, Daniya Qutb tadqiqot institutining e'lon qilishicha, Gerlandada faqat 31-iyunda 10 million tonna muz erigan bo'lib, 7-oyda jami 197 milliard tonna muz erigan. Daniya Meteorologiya institutidan Rosmotramning bildirishicha, havo temperaturasining yuqori o'rlishi sababli 4 oydan buyon Gerlandadagi muzlar tez bir shaklda erimoqda.